Atomlarning nisbiy massasi haqida gaplashdik. Yana bir marta qaytaraman. Misol uchun, atomning nisbiy atom massasi Ar bilan belgilanar edi. Misol uchun, Ar kislorod 16 degani, bu kislorodning bittasining massasi, bitta atom massasi 16 gramm yoki 16 kilogramm emas, balki kislorodning bittasini atomining massasi, bitta atomining massasi. Uglerod 12 atomi bor edi-yu, 12 massali atomi. O'sha atomni massasini 1/12 qismidan 16 marta og'ir degani. Tushundingizmi? Endi atomlarning bu nisbiy atom massasi edi, ya'ni Ar bilan belgilandi. Endi absolyut atom massasi bor. Atomning absolyut massasi nima desa, uning kilogramm yoki grammdagi massasi bo'lib m0 bilan belgilanadi. Ba'zi joylarda Ar ham ko'rishingiz mumkin, lekin bu rasmiy belgilanish emas. m0 bu atomning absolyut massasi. Absolyut massa degani ham o'zi bir tarafdan noto'g'ri. Chunki gram yoki kilogramm nimaga nisbatan aytilgan? Haligi platina toshga nisbatan aytilgan, to'g'rimi? Lekin mana shuni absolyut atom massa deyiladi kimyoda. Ya'ni atomning massasini gram yoki kilogramm desak, o'sha massa absolyut massa bo'ladi. Endi mana shu absolyut atom massani aniqlashimiz mumkin. Atomlarning nisbiy va absolyut atom massalari orasidagi bog'liqlik bor. Bog'liqlik qanaqa? Absolyut atom massani grammda topmoqchi bo'lsak, Arni nisbiy atom massani ko'paytiramiz 1,66 - 24 ga. Tushundingizmi? Nima uchun? Buni ma'nosini tushuntirib beraman. Ma'nosini tushuning. Mana bu Ar. Nima? Uglerod 12 izotopining, haligi uglerod 12 izotopining 1/12 qismidan necha marta og'irligini ko'rsatadigan son. Mana bu esa o'sha uglerod 12 izotopi etanolimizni massasi. Grammga o'tish uchun ko'paytirib qo'yishimiz kerak, ya'ni. To'g'rimi? Bo'ldi, shu narsa, oddiy narsa. Agar kilogrammda topmoqchi bo'lsak, mana bu gramm emas, kilogramm bo'lsa, mana bu 27 bo'ladi, xolos. Tushundingizmi? Yoki agar bizga atomlarning absolyut massasi berilgan bo'lsa, uni mana bu 1,66 - 24 ga bo'lish orqali Arni aniqlab olishimiz mumkin. Tushundingizmi? Ya'ni nima demoqchiman? Arni topmoqchi bo'lsak, mana bu ko'paytirish bo'lib turgan narsa bu tarafga bo'lish bo'lib o'tadi. Bo'ldi, mana shu ikkita formulani qat'iyan yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Endi mana shu o'rgangan ma'lumotlarimiz asosida bir nechta masalalar bajaramiz va aniqlab olamiz. Ya'ni masalalar bajarish orqali demak o'rganganlarimizni mustahkamlaymiz. Masala 1, diqqat qiling. Nisbiy atom massasi 50 ga teng bo'lgan atomning absolyut atom massasini aniqlang. Mana shunaqa kimyoda savol beryapti. Absolyut atom massasi qavs ichiga gramm ko'rsatyapti. Bu degani grammda aniqlang degani. Tushundingizmi? K ga qo'ysa kilogrammda aniqlang degani bo'ladi. Mana bu formulalarni bejizgina keltirmadim. Yodingizdan ko'tarilgan bo'lsa, uni mahkam ushlagan yodingizda. Tahlil qilamiz. Nisbiy atom massasi 50 degani bu nima degani? Mana bu yerga yozib qo'yamiz. Demak, ushbu atom Ar 50, ya'ni Ar bu nisbiy atom massa. Ya'ni bu atomning massasi uglerod atomining 1/12 qismidan 50 marta og'ir deganidir. Tushundingizmi? Uglerod atomining 1/12 qismi bir massa atom birligi bilan belgilanar edi va u 1,66 - 24 ga teng bo'lar edi. Esdan chiqarmang, yodlash kerak bu narsa. Ushbu qiymatdan 50 marta katta miqdorni topish uchun ushbu atomning massasiga teng bo'ladi, to'g'rimi? Ushbu qiymatdan 50 marta katta miqdor ushbu atomning massasiga teng bo'ladi yoki formuladan foydalanamiz. Ya'ni m0 ni topish uchun Arni 1,66 - 24 ga ko'paytiramiz. Demak, m0 teng Ar 50 bo'lyapti bizga. Ko'paytiramiz 1,66 - 24 ga. Bu amalni bajarish uchun 50 ni 1,66 ga ko'paytiramiz. 83 - 24 o'z holatiga turadi. Mana bu ham javob. Agar standart holatga o'tkazsak, bitta virgul suradigan bo'lsak, mana bu virgulni bitta suradigan bo'lsak, bu degani mana bu 83 dan bitta 10 ni oldik-ku, mana bunga berdik. Bu yoqqa bitta 10 qo'shilsa, -24 ga bitta 10 qo'shilsa, -23 bo'ladi. 25 emas. Tushundingizmi? Demak, 8,3 10 - 23 grammga teng bo'ladi. Kilogramda aytmoqchi bo'lsak, mana shu 83 ko'paytirilgan 10 - -24 emas, -27 kilogramm bo'ladi. Tushundingizmi? Yoki 8,3 10 - nechi bo'ladi? 26 bo'ladi.
agar kilogrammda aytaman desangiz. Navbatdagi masala 2. Absolyut atom massasi 33,2 gram bo'lgan atomning nisbiy atom massasini aniqlang. Endi qarang, absolyutni berib nisbiyni so'rayapti. Formuladan foydalanamiz. A ni topish uchun M0 ni, ya'ni absolyut atom massani 1,66 ga bo'lamiz. Mana shu yerga bitta joyga e'tibor bering. Agar absolyut atom massa gramda berilgan bo'lsa, mana e'tibor bering, gram. Gramda berilgan bo'lsa -24. Agar kilogrammda berilgan bo'lsa -27 bo'lishi kerak mana shu yer. Tushundingizmi? Mana shu joyni yaxshilab yodlab oling. Demak, mana hisob-kitobni bajaramiz. Absolyut atom massamiz 33,2 ni bo'lamiz 1,66 ga. Mana bu -24 lar qisqaradi. 33,2 ni 1,66 ga bo'lsangiz 20 bo'ladi. Demak, javob 20. Bu degani AR qanaqadir bitta atomni kislorod yozib qo'ydimmi? AR teng 20 ekan-da. Bu degani haligi uglerod 12 va topib, mana bu 1/12 qismi etalonimiz bor edi-yu, etalondan 20 marta og'irligini ko'rsatadi.